Osiyo Chempionlar Ligasi, Elite Ligasida ham zabt etish nasib. Taqdirlash marosimi boshlandi. Darvozabonlar Botirali Ergashev, Botirali Ergashev, G'afurov jamoa sardori Farruh Sayfiyev. sizlar boya aytdik-ku, hushtakni rosa kutishdi deb. Ha, u chempionlik. Ha, chempion bo'lganini bildiradi, lekin kubokni ko'tarish. Shunaqa suratlar chiqadi. Farg'onalik muxlislar ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qiladi, o'z sahifalariga joylaydi. Shunaqa lahza. Yo'lga qaraydigan insonlargacha taqdirlanadi. Juda go'zal manzaralar. Ravshan Ermatov, Xayr Namozorov va aynan mana shu shaxs kubokni Neftchi futbolchilariga olib borishyapti va Neftchi mamlakatida bayram nishonlamoqda. Salyutni katta buyog'i. Farg'ona, o'yna, kuyla, bayram qil. Sening davring keldi. 2025-yilgi mavsum chempioni Neftchi, O'zbekiston Superligasi chempioni, uzoq yil kutilgan 24 yillik orzuning ushalishi mana. Ha, Neftchi rangiga aylanib ketdi. Mana Neftchi kelasi mavsum ko'rsatishsin. Muxlislar ham butunlay boshqacha bir hissiyotda o'yinni tomosha qilayotgan, o'yin emas, nishonlashni tomosha qilayotgan bo'lsalar kerak. Yut mavsumni va mana shunaqa nishonli. Xuddi shunday. Keyingi yillarga katta motivatsiya beradigan nishonlov bo'lyapti. Va kelasi mavsumda Eng yaxshi salyut degan shuning uchun bizga boshqacharoq ta'sir qilyapti. Boshqacharoq his-tuyg'ularda keyingi reportajlarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'ling.